Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Do'stlar, biz barchamiz SMP o'yinining prямой efirdamiz. Tushunmadim, bu yana nimasi bo'ldi? Nimalar qilyapsan, o'shna? Haligi meni Yo'qolib yerda kim taklif qildi buni? men o'zim bilmagan holda o'yinning qoq markaziga tushib qoldim. Sal noqulay bo'ldi-da. Lekin shu zahotiyoq Live SMP boshlanib ketdi. Barcha o'yinchilar har tarafga tarqaldi, chunki ular o'yindan tezroq o'tishlari kerak edi. Lekin shu zahotiyoq talonchilik boshlandi. Qani, bor olmoslarni chiqar. Salom, avvalambor, rahmat. Mana bu senga sovg'a. Xullas, shu voqeadan keyin men bilan hech kim do'st bo'lishni xohlamadi. Xullas, men bo'lib resurs yig'a boshladim. Boshqa serverdagi o'yinchilarga nisbatan menda hech narsa yo'q edi. Lekin videoning oxirida menga kim zarba bergan bo'lsa, albatta men alamimni olaman. Birinchi navbatda o'zimizga pech taxlab ozuqa olamiz. Men resurs yig'ib yurgan bir paytda serverdagi bir o'yinchi magazin ochishga qaror qilibdi. Men ham magazin ochmoqchiman, pechenyelar magazini. Bu meni anchagina vaqtimni oladi-yu, lekin men harakat qilib ko'raman. Bugungi videoda mening maqsadim bahaybat pechenye magazinini qurish. Bu magazin millionlab pechenyelarni ishlab chiqaradi. Lifestyle o'yinida o'lish bu shunchaki sharmandalik emas. Agar seni kimdir o'ldiradigan bo'lsa, sening yuragingning bittasi unga o'tib ketadi. Xullas, men bahaybat pechenye magazinini qurmoqchiman, serverdan chopilib ketmasligim uchun. Xullas, menga ishonchli do'st kerak. Tolmasning ham kallasiga shu g'oya kelgan ekan. Axir men pechenye magazinini ochmoqchiman. Xullas, biz birlashib pechenye magazinini ochamiz. PvP boshlandi. Jinorson, meni hali hech kim bilan jang qilmoqchi emasman. Shuning uchun jimgina resurs yig'a boshlayman. Eng yaxshisi g'orga borib, qimmatli qazilmalarni qaziyman. Mana g'or, ehtiyot bo'lish kerak. Men g'or ichida bo'lganimda, Lifestyle o'yinchilari serverda jangni boshlagan ekan. Salom o'shna. La'nati! Obbo! Men hali o'ynashga ulgurmagandim. Shurursa nima bo'lganini ham tushunmadim. Tolmas o'ldi-ku. Axir biz u bilan pechenye magazinini qurmoqchi edik. Men tushundim, bu serverda o'ynash juda ham xavfli. Bu yerdagi barcha o'yinchilar yaxshi qurollangan, zirhli kiyimlar kiyishgan. Lekin meni qo'limda bitta tayoq ham yo'q. Agar men yashashni xohlasam, hech kimning e'tiborini tortmasligim kerak. Xullas, aralashmaslik kerak. Menda temirli zirhli kiyimlar bor. Xo'sh, bizda yetarli materiallar bor. Mana endi baza quramiz. Menimcha mana shu yaxshi joy bo'lsa kerak. Men bazani g'or ichiga quraman, hech kim bu yerga kelmaydi. Kirish yo'li mana shu blok ostida bo'ladi. Mening rejam mana shu oyog'imning ostini kovlab, uni hech kim ko'rmaydigan qilib sirli qilib qo'yaman. Xullas, hech kim meni va meni bazamni topmasligi kerak. Agar kimda kim seni bazangni topib oladigan bo'lsa, sen o'lim deyaver. Qoyil olmos. Kim aytdi yer ostini kovlash kerak emas deb? Minecraftda aytilmaydigan sir bor. Har doim pastga qarab kovlanglar. Bu maslahatim tillolarga teng. Va nihoyat men pechenye pishiraman. Hamma tarqaldimi? Kimdir menga yozibdi. Sen pechenye pishirmoqchimisan? Bu haqda hech kim bilmasligi kerak edi. Buni qancha ko'p o'yinchi bilsa, menga xavf shunchalik ko'p ortadi. Xo'sh, menimcha mana shu joy menga yetarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozircha bizga shu ham bo'ladi. Xo'sh, mana endi pol qismi bilan shug'ullanamiz. Yana bir xabar. Seni izlashyapti. Nima qildim men ularga? Men shunchaki Minecraft o'ynamoqchiman. Men shunchaki pechenye fabrikasini qurmoqchiman. Bo'ldi, men tushundim. Pechenye fabrikasini qurish uchun menga yana bir yordamchi kerak. Men serverdan o'zimga yordamchi qidira boshladim. Men serverda o'zimning nickimga o'xshaydigan nick topdim. Cookie Bun Squid. Qani undan so'rab ko'raylikchi. Senga pechenye qanchalik yoqadi? 1 dan 10 gacha bahola. U 11 deb javob yozdi. Men pechenyani sen o'ylagandan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Bo'ldi, uning javobi meni qoniqtirdi. Seni komandaga olamiz. Xo'sh, men o'zimni bazamni qurib tugatdim. Xo'sh, mana endi men qochaman. Jinorson, nima uchun men bularni saqlanib qilmadim? Yo'q, xudoyim. Mana endi men spawnga paydo bo'laman. Bundan rasvosi bo'lmaydi, chunki spawn eng vahshiy joylardan biri. Bu serverning eng xavfli nuqtasi. PvP yongan. Mana endi hamma meni o'ldirishga tushadi. Chunki hammaga bittadan qo'shimcha yurak kerak. Salom. Lekin hozir o'lib qolganim meni xafa qilmadi. Meni xafa qilgan narsa serverda qaytib paydo bo'lganimda men Randusni ko'rdim. Chunki Randus kapitanga yordam berib, meni do'stim Tolmasni o'ldirgan edi. Mana endi men buni shunday qoldirmayman. Uzr Randus, bu Tolmasni o'ldirganing uchun. Yo'q doim. Qo'sh oshna, senga bu yoqyaptimi? Men hali tayyor emas edim. Shurursa, sen meni toshlar tomonga itaryapsanmi? Qoyil, Randus. Men o'ylamagandim bunchalik tez sendan alamimni olaman deb.
Jin ursin, u yana shu yerda-ku. Uzr. Mana endi men qilgan pechenya men senga aytmaganmidim, men hali tayyor emasman Uzr deb. oshna, men buni bilmasdan qildim. Men o'ylamagandim yana sen shu yerda paydo bo'lasan deb. Qani pechenya meni ko'zlarimga qara la'nati. Oshna, men sendan uzr so'radim-ku. Bo'ldi oshna, shoshma, men senga o'zimni jonimni beraman. Shoshma, nima uchun men senga o'zimni jonimni berarkanman? Sen menga nisbatan umuman hurmatsizlik qilding. Chunki sen meni do'stim Tolmasni o'ldirding. Jin ursin, menda hatto yegulik ham yo'q ekan. Jin ursin, spawn men uchun yaxshi joy emas ekan. Men atrofni kezib yurganda bir narsani tushundim. Agar men bu o'yinda tirik qolmoqchi bo'lsam, pechenyelar komandasi ko'proq bo'lishi kerak. Shuning uchun men yana 3 kishini olishga qaror qildim. Masalan, Farsi o'zining uyiga olib boradigan yo'lakcha quryapti. Men spawn oldiga pechenya fabrikasi qurganimdan so'ng, Bo'ldi pechenya, men seni tushunaman, senga yordam beraman. qoyil bo'lmasam yo'lakchani menikiga qo'shib qo'ygin. Yana meni pechenya sevuvchi do'stim bor, Cookie Bansquid. Nimaga boshna? Salom, qanday yordam kerak bo'lsa men senga yordam beraman. Yana Max Van bor, u bu yerni tekstlab chiqyapti. Shoshma, nima deb yozilgan? Xush kelibsiz Max Van tekstliga. Qoyil, buni qanday qilding o'zi? Mana endi pechenyelar birlashyapti. Demak, hali menda imkon bor, lekin bir kichkinagina muammo bor. Men o'lganimdan keyin butun bazamni yo'qotdim. Endi meni keyingi maqsadim o'zimni bazamni topishim kerak. Hech kimga hech narsani bildirmaslik kerak. Men bu yerga omadim kelgani uchun kelib qoldim. Shuning uchun bazamni topishim uchun albatta sizlar obuna bo'lishingiz kerak. Jin ursin, bu nima oxirgi koordinatlarmi yoki sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi? Axir men bu yerda 1000 blok uzoqlikda edim. Do'stlar, faqat to'g'risini aytinglar. Shoshmanglar. CJ nima dedi? Men barcha gapiga ishonaman. Chunki CJ bu yerga yangi qo'shildi. Xo'sh do'stlar, men yo'l yursam ham mo'l yurdim. Xullas, bir necha soatdan beri yuribman. Umuman yer ko'rinmaydi. Jin ursin, bu meni birozgina qo'rqityapti yoki men chatdan chiqib ketdimmi? Oshna, menimcha biz okean o'rtasida yuribmiz. Oshna, men bu yerda qolib ketdim. Xullas, men bu bazadan umidimni uzib bo'lgan edim. Lekin yo'q doim. Yo'q doim. Shoshmanglar. Yo'q doim. Mana bu yerda chiziqlar, mana bu yerda singan qoya. Men mana shu qishloqning atrofida bo'lganman. La'nati, mana shu singan qoya-ku. Va nihoyat men topdim. Qoyil. Biz va nihoyat bazani topdik, lekin jin ursin, men uni qayerga qurgan edim o'zi? Mana u, men adashmayapman. U mana shu yerda. Mana u. Qoyil, biz bazani topdik. Mana endi sahna qilib olamiz. Xudo meni nolalarimni eshitdi. Men 19 ta yog'och to'plab qo'ygan edim. Meni 3 ta qiyshiq bo'lsa ham eshigim bor. Qoyil, mana men 4 tagina go'sht olib qo'ygan edim. Men mana shu go'shtni 1 soat qidirdim. Jin ursin, bu bunga arzimaydi. Mana endi pechenya fabrikasi ishga tushadi. Mana, qoyil. Va nihoyat men o'zimni bazamni topdim. Men qishloq atrofida yolg'on takan farpost quraman. Kimdir meni izlab kelgan bir paytda ular ba'zan o'rniga mana shuni ko'rishadi. Bularning barchasi haqqoniy ko'rinishi uchun men aholi uchun qamoqxona quraman. To'g'rirog'ini aytganda uy. Jin ursin, mana bir boshini kattalarga qaranglar. Jin ursin, nima buncha kallang katta? Men o'ylagandimki faqat meni boshim kattami deb. Qovoq kallay. Men aholini o'g'irlayapman, faqat teskarasiga. Sizlar bu yerdan hech qayerga chiqib keta olmaysizlar. Bilasizlarmi nima? Men mana shu bolani o'g'irlayman. Jin ursin, u katta bo'lib qolibdi-ku. Qani, maktabga marsh. Marhamat janob, bemalol joylashib olishingiz mumkin. Rahmat. Biz barcha aholini qopqonga tushirdik. Mana endi ular hech qayerga chiqib keta olmaydi. Mana biz avantpostni qurib oldik. Mana endi pechenya fabrikasini qurishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi qavat magazin bo'ladi. Uning yuqorisida esa bahaybat pechenya bo'ladi. Lekin undan oldin serverni narigi burchagiga borishimiz kerak. Chunki bizga kakao kerak. Uning uchun jungli izlaymiz. Men bu yerda bir o'zimman, zirhli kiyimlarsiz va qurollarsiz. Bu nima? Yellanati. Salom. Nima gap oshna? Sen nima o'rmondan chiqdingmi? Ha. Menga kakao kerak, shuning uchun jungli izlayapman. Sen menga tashlanmaysanmi? Men hali o'ylab ko'rganim yo'q. Lekin seni oldinga borishga qo'rqyapman. Shoshma, meni shunchaki temirli zirhli kiyimim bor. Lekin seni zirhli kiyiming menikidan baquvvat ekan. Shoshma, seni oting ismi nima? Qo'ling tekizma, tushundingmi? Nariroq tur. Men hali bu otga ism qo'yganim yo'q. Bo'pti, uni ismini pechenya deb qo'ygin. Yaxshi, shunday deb qo'yaman. Demak, seni isming pechenya bo'ladi otda ichi. Lekin pechenyalar ikkita emas, bitta bo'lish kerak. Ha, shunday. Shoshma.
Vo, yer la'nati, voy o'zingni bos. Men shunchaki hazillashgan edim, yer la'nati. Voy la'nati, axir mening bitta yuragim qoldi. Uzr pechenya, meni boshqa ilojim yo'q. Shoshma, axir do'st bo'lib qolishimiz mumkin. Men senga fitfilyonta pechenya beraman. Uzr oshna, men boshlagan ishimni oxirigacha yetkazaman. Yo, men bunga yo'l qo'ymayman oshna. Jin ursin, endi men biron kishiga ishonmayman. Sizlar oddiy ko'rinasiz, lekin ichingiz g'arazlikka to'lib yotibdi. Jin ursin, u ketyaptimi? Yallanati, nima buncha vahshiy bo'lib ketgan bular? Hoy oshna, sen shu yerdamisan? Alo? Bu yerda shirin so'z bo'lmaslik kerak ekan. Chunki bu yerdagi barcha o'yinchilar vahshiylashib ketgan. Men shunchaki pechenya ishlab chiqaradigan fabrika qurmoqchiman. La'nat, o'lib ketishimga sal qoldi. O'ylaymanki, u meni yuqoriga kutmayapti. Yo'q xudoyim, u ketmagan ekan. Yo'q xudoyim. La'nati, men seni bilardim ketmaganligingni. Qadaringga la'nat seni. Yo'q xudoyim. Jin ursin, u nima damlama ishdimi? Oshna, iltimos. Pechenya, ming bor uzr. Oshna, men hech vaqoyim yo'q. Sen bir uysiz bechorani xafa qilyapsan. Men shunchaki o'zimni vazifamni bajarmoqchiman. Oshna, ko'p yugurma, sen sasyapsan. O'zi men buni qilmoqchi emasman. Bo'lmasam qilma. O'ldi, yurma, befoyda. Yo'q. Mana shunday qilib 4-yuragimni ham yo'qotdim. Meni orqamdan quvayotgan bir paytda meni oshnalarimning o'zlarining muammosi bor edi. Jin ursin, Kukibarni o'ldirishibdi. Uni la'nati machalka o'ldirdi. Jin ursin, barcha pechenyalarni qirishyaptimi nima bo'lo? Ular bizni qanchalik loq ekanligimizni hammaga ko'rsatishyapti. Xo'sh, bu o'yinchilardan bir nechtasi bor. Ulardan biri Infus va Floytis. Ularning olmosli zirhli kiyimlari va nazoratli qurollari bor edi va har birida 20 ta yurak bor edi. Ular qumdan pistirma yasashayotgan edi. Bir nechta o'yinchini bir barakaga o'ldirish uchun. Xullas, men hali ham junglini qidiryapman. Va nihoyat biz junglini topdik. Xo'sh, men o'zimga kerakli bo'ladigan ekinni olib, fermani qurishni boshlayman. Buning uchun menga ko'plab kakao kerak bo'ladi. Ko'proq har xil gullardan olaman va qumlardan olaman. Yana toshlar ham kerak bo'ladi. Barcha toshlarni oranjeviy qilaman, chunki pechenyaga rang berish uchun. Qoyil, menimcha bularni o'zi yetsa kerak. Mana endi men barcha resurslar bilan spawnga boraman. Agarda men barcha to'plagan buyumlarimni olib, axir men ferma qurmoqchiman-ku. Mabodo o'lib qoladigan bo'lsam, menda hech vaqo qolmaydi. Lekin men bu fermani spawn yaqinida qurmoqchiman. Men birinchi ishni boshlashdan oldin bir kishi bilan maslahat qilib olishim kerak. Qani bir taklif berib ko'raylikki, menga ferma qurishga yordam beradimi? Sen men bilan pechenya fabrikasini qurishga rozimisan? Ha, albatta. Qoyil. Xo'sh, mana endi men spawnga qarab qaytyapman. Lekin chatda bir xabar keldi. U meni xayolimni oldi. Chief yozgan ekan. Xo'sh, birlashamizmi? Chunki men bir o'zim o'ynayapman. Chief 20 ta yurak olishda davom etyapti. Agar bizning komandamiz bo'lajak dushmanlarga dosh bersa, uning uchun bizga PvP'ni biladigan o'yinchi kerak. Shuning uchun men undan so'ramoqchiman, u mendan nima xohlayapti? Seni maqsading nima? Mening maqsadim bahaybat pechenya fabrikasini qurish va barchaga pechenyalarni tarqatish. Yaxshi, yomon emas. Agar sen meni pechenya fabrikamni himoya qilmoqchi bo'lsang, Bo'ldi, bu yo'g'ini menga qo'yib beraver. Qoyil, sen pechenyalar xalosga yo'rasan. Men seni jon-jahdim bilan himoya qilaman. Men esa seni pechenya bilan boqaman. Shunday qilib, Chief pechenyalar armiyasiga qo'shildi. Xo'sh, pechenyalar armiyasi haqida gap ketgan ekan, men borib o'zimni sherigimdan bir xabar olib kelaychi. Maxvam, nimaga boshna? Yo'q xudoyim. Jin ursin, bu yerni tekstlab bahaybat qilib qo'yibsan-ku oshna? Yullanati. Men anchaga ishlarni bajarib qo'ydim. Ko'rib turibman oshna, qoyil. Mana bu shilimchiqlar qanday chiqqan? Normalni. Va nihoyat Kukiban bilan tanishish vaqti keldi. U bilan birgalikda fabrikani qurishni boshlaymiz. Nimaga boshla? Menga bir nechta materiallar bor. Xo'sh, menda 9 uyum yer bor. Qoyil, bo'lmasam qurishni boshlaymiz. Menda ham birozgina resurslar bor. O'zi qurishni yaxshi uddasidan chiqasanmi? Ha, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Mayli, bo'lmasam qurishni boshlaymiz. Xo'sh, Lifesteal'ga o'ynash qanday ekan? Umuman bo'lmaydi. Narigi tomonda bir-birlarini qirib yotibdi o'yinchilar. Ularga salom beraman desam, qilich ko'tarib keladi menga. Men o'ylagandimki, barcha bir-biriga mehribon bo'ladi deb adashgan ekanman. Shoshma, bu pechenya fabrikasi nomini nima deb nomlaymiz? Mana bu nishonga xohlagan narsangni yozaver. Anilan dublyaj pechenyalar deb nomlaymiz. Mana shunday deb atasak bo'ladi. Yomon emas, menga yoqdi. Bilasan boshda, men 6 soatdan beri bu yerda o'ynayapman. Shuning uchun bir dam olib kelmasam bo'lmaydi. Sen Anilan dublyaj pechenya magazinini quraver. Men boshqa safar kelib ko'raman. Mayli oshna, shunisiga ham rahmat. Mana endi qolganini o'zim qurib bitqazaman. Men Anilan dublyaj pechenya magazinini qurib o'tirganimda bir narsa sodir bo'ldi, lekin bu menga yoqdi.
Bu nima? Luigi Griffinni o'ldirdi. Oha, menimcha u qasos oldi. Xullas men pechenya fabrikasini qurishda davom etdim. Lekin bu boshqa o'yinchilarni ham o'ziga tortdi. Hoy oshna, nima balo, pechenya quryapsanmi? Ha, nimaga boshla? Ha, bu Bo'ldi gapirma, bu bolgarskiga o'xshaydi. mayli oshna, bolgarski deysanmi, galvarski deysanmi, farqi yo'q. Bu yerga ko'tarilmasang bo'ldi. Ha, jin ursin, olmosli zirhli kiyimlar bor-ku. Xo'sh, mana deyarli tugatdim. Endi esa buni ko'rinishini uzoqroqdan borib ko'rishimiz kerak. Salgina kuygan galvarskiga o'xshar ekan. Men o'zi uni mana shunday tasavvur qilgan edim. Uning ko'rinishi butunlay oranjeviy bo'lgandan so'ng, yana unga bir nechta shokolad donalaridan qo'shamiz. Mana shundagina ko'rinishi ajoyib bo'ladi. Mana endi bularni barchasini betonga aylantiramiz. Men pechenyani oxirigacha qurib bitkazishim kerak. Yo'q xudoyim. Jin ursin, sen meni qo'rqitding. Pechenya nimaga boshla? Eshitishim bo'yicha pechenya fabrikasi qurayotgan ekansan. Ha, men mana shuni qurib bitkazmoqchiman. Bu galvarskimi? Mayli, bu galvarskini keyinroq kelib ko'raman. Mana deyarli tayyor bo'ldi. Yana bir nechta blok qo'ysam bo'ldi. Qo'yil, mana pechenya tayyor bo'ldi. Menimcha men tayyor bo'ldi deb o'ylamayman. Qo'ysang choshna. Xo'sh, bu qurilmaga necha baho berasan? Agar sen menga buni pechenya demaganingda edi, men hali ham buni bolgarskimi, galvarskimi deb yurgan bo'lardim. Chunki pechenya bunaqa bo'lmaydi. Oppa, shunaqami? Mayli, men hali shokolad bo'laklarini qo'shganimdan keyin bu aniq pechenyaga o'xshaydi. Qo'yil, men ekkan daraxt o'sdi. Oshna, mana bu mendan senga sovg'a, senga ko'proq kerak bo'ladi. Qo'yil, yellanati. Bu ozgina balandroq ekan. Shunday qilib pechenya fabrikasi boshqa o'yinchilarni ham qulog'iga yetib boribdi. Lekin meni ko'rishga eski do'stim keldi. Yellanati, yo'q xudoyim, Ramziy, nimaga boshna? Menda hammasi joyida. O'zingda nima gap? Oshna, nima balo, kambag'al bo'lib qoldingmi? Ishton kiyib yursang bo'lmaydimi? Bitta truska bilan yuribsan. Hali vaqtim bo'lgani yo'q. Yellanati, bu yana nima balo? Bu mening shogirdlarim. Men mana bu yerga pechenya fabrikasini quryapman. Qo'yil. Xo'sh, seni komandangda kimlar bor? Mana bu birinchisi, mana bu esa ikkinchisi. Xo'sh, oshna, endi nima qilmoqchisan? Bilasanmi, men arena ochmoqchiman. Balkim birlasharmiz. Sen tomoshabinlarga shirin bo'lgan pechenyalaringdan tarqatardingmi? Agar pechenya fabrikasida ishlamoqchi bo'lsang, marhamat. Mayli, men arena qurayotganimda senga kelib ham yordam berib turaman. Qo'yil oshna, rahmat. Xullas, Ramziy mening komandamdagi keyingi o'yinchi bo'ldi. Xullas, pechenyalar komandasi oshyapti. Lekin jin ursin, qayerdandir Shahzoda Shakar, Randius va ish paydo bo'ldi. O'zi men oxirgi ko'radigan o'yinchilar mana shu bo'lish kerak edi. Chunki Randius videoni boshida meni o'ldirgan edi. Yana o'zining hamtomoq oshnalari bilan Tolmasni ham o'ldirdi. Axir u mening pechenya komandamdan edi. Mana u meni shundoqqina oldimda turibdi. Men uni bir zarbada o'ldirsam bo'ladi. Hoy, sen bu yerga sifon yoqib o'zingcha men do'stman deb kela ko'rma. Chatdagilar, hozir men undan alamimni olaman. Randiusdan senga salom pechenya. Yo'q doyim, oppo. Jin ursin, men yana bitta yuragimni yo'qotdim. Menda deyarli 3 ta qoldi. Xullas, men bu videoni tugatishim uchun yana bir imkoniyatim qoldi. Xullas, biz komandaga yana bir oxirgi odamni topishimiz kerak. Mana shunda pechenya komandasi to'liq bo'ladi. Axir sizlar buni kutgan edingiz. Shoshmanglar, axir Jerijon shu yerda-ku. Balkim biz birlashib bahaybat pechenya fabrikasi qurarmiz. Bu fabrika bizga 1 million pechenya ishlab chiqaradi. Mayli, hozircha videomizni yakunlaymiz. Xullas, serverdagi Lifesteal o'yini mana shunday yakunlandi. Bu mening tajribamdagi birinchi SMP bo'ldi. Agar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, tez kunda ikkinchi qismi ham chiqadi.